Yarkentdeki xəzinəni pən bilan işiltib, Qashqardagi xəzinəni uch Qashqari bo'lib, Aqsuga qaytib kelgan Sultan Do'stmuhammadxon va'dasida turib, singlisi Husni Nigor malika bilan o'gay o'g'li Mirzo Abobakrning to'y ma'rakasini o'tkazib berishga tutindi va to'yni bahona qilib, tasarrufidagi har qaysi viloyat qo'ymoqlarning amirbaklarini poytaxt Aqsuga taklif qildi. Aqsuda to'y navrasi allaqachon chelinib bo'lgan bilan to'y texi rasmiy boshlanmagan edi. Sultan Do'stmuhammadxon Iroq yaqinidagi barliq amirbaglarning o'rnisiga to'liq jam bo'lishi sababchanlik bilan kutib o'tirdi. O'rda farmonchisining qo'lidan shahona to'y taklifini topshirib olgan Muhammad Haydar Mirzaning qo'rsoq ko'pigi birdanla besilib qoldi. U xazinani to'liq supurib ketgan xondan ranjib qolgan singlisi bilan Mirzo Abobakrning to'yini qilib qo'yish haqidagi Yangisarda bergan va'dasiga ishonch qilolmagan, gumonlangan edi. Shu topda qo'lidagi oppoq shoyiga o'ralgan, cho'risi naqshlangan qotliq xotam qog'oziga yozilib, ustiga Sulton Do'stmuhammadxonning saltanat muhri besilgan shahona taklif uning ranjishlarini xuddi to'zg'aqdek to'zitib o'tgan edi. Xon oliylari har holda va'dasida turibdi. Va'dasidan yeni vasmu hech nima qilib bo'lmaydi. Mirzo Abobakrning xon singlisiga uylanishi jamoatimiz uchun katta sharaf. Marhum og'amning ruhi xush bo'ladigan bo'ldi. Jahonning ishlari ajoyibkan. Tog'i jiyan ikkimizning bugungi kunga kelganda boji bo'lib qilishimizni hech kim xiyolga keltirmagan bo'ldi. Bumi yaxshi bo'ldi. Garchi og'amdan ayrilib qolgan bo'lsam-mu, o'g'li qatarga qaytildi. Xon oliylarmi xeyli tuzilib qolgandek qiladi. Yana bir mezgil kuzatib boqay. Bu ish uchun Yunusxon oliylarmi ranjib ketmas. Uning muvofiq bahoni sabab ko'rsatib tushuntirib qo'yarman. Xon oliylari yangam Oyjamal og'chiga uylanmagan, ikki jiyanimni o'rdiga opirib olmagan, Mirzo Abobakr singlisini nikohlab berishga taraddudlanmagan bo'lsa, balkim ishlar boshqacha bo'lgan. Balkim toji taxtda Yunusxon oliylarimi o'tirishga tayyorlanib bo'lgan bo'ladi. Bu ishlarga nima degilik endi? Har qanday ishning vaqti soati kelmasa, yaratgan qudrat egasi buyurmasa, qilaman deb qilg'ili bo'lmaydi ekan. Rad qilg'usiz bir bahona sabablar odamning yo'lini to'sib qo'ydi ekan. Mana Aqsuga, O'rdaga hargiz bormayman degan edim. Bormayman degan tugmanga 7 qitim beribdi deb yana berishga majbur bo'lyapman. Shundoq. Bormaslikqa sababim yo'q. Uning ustiga bu degan marhum og'amning o'g'lining to'yi tursa, berib og'amning o'rnida oti bo'lib turishim kerakdi. Elig'u bu jiyanimning to'yi ekan, xonning singlisi bilan boshqa birining to'yi bo'lgan taqdirdimi? Bormaslikqa haddim halab hech kim samon yemaydi. Chunki to'yga taklif qilayotgani saltanatning buyuk xaqoni. Men bo'lsam albatta uning mulozimi, nökri. Xon oliylarimi nimani xiyol qiladi ekan tam? Bog'oqni yorliqning shaklida muhrini besib, maxsus yorliq avatilgan kun qop silib, farmonchisi orqali avatibdi. Bundaq taklifni topshirib olgan har qanday odam dargohi oliyga bormay qutula olmaydimi? Bormasa xon yorliqqa sarkashlik qilgan degan baloga qoladi. Buning uddasidan chiqmoq tez. Darhol boray. Boshqa viloyatning amirlaridan burunroq boray. To'yga nima sovg'a ib bo'lsam bo'lar ekan. Oddiy oz sovg'a ilib bog'li bo'lmaydi. Xazinamda sovg'atga yo'riqdek bir narsami yo'q. O'tganda o'zi ib ketgan xazinani hisob qilib bog'li tex bo'lmaydi. Qo'l ostimdagi amirbaglarga qo'l sunmoqdan boshqa amonim yo'q o'xshaydi. Aras, Yarkent, Qashqardagi amirbag, Zardor to'rlardan bir qanchisini to'yga birga ib boray. Xonga berdigan sovg'atni shular tayyorlasin. Shunday qilsam bo'lgudek. Kuzning oxirlashiga yaqin Iroq yaqin viloyatlaridagi amirlarning hammasi Aqsuga jam bo'ldi. Sulton Do'stmuhammadxonning ustalik bilan avatgan shahona taklifi ularni O'rdaga kelishga majbur qilgan edi. Uning ustiga Muhammad Haydar Mirza Aqsuga burilib kelib olgan bo'lg'achqa, ular texmi bek oldirab qolgan edi.
Chunki Muhammad Haydar Mirza xon oliylar bilan qayta əplişib alğan bolsa, ular hər qancha birləşkən təqdirdimi hech qancha iş təvirtənməydi. Mərhum Ulusbegi Xudaydat cəmiyyətinin bütkül Moğolistanda acayip katta yüz abroyu var idi. Ularsiz başqa əmirlər hech qandaq işni bir başqa ep çıxarmaydı. Xonning g'azbiga uchrashdan ansirgan əmirlər to'yga kelishga aldiradi. Aldirab yurib nurg'un so'g'i salomlarni tayyorladi. Hatto 2 yildan beri har xil bahona sabablarni ko'rsatib, orda xazinasiga topshirishni kechiktirib kelayotgan ba'zi xarajatlarni ep keldi. Shunday qilib, Sultan Do'stmuhammad xon 2 qitimliq to'y orqali orda xazinasini to'ldirishla emas, saltanatdan ko'ngli sovib, o'ziga qarshi turish uchun qilichini bilib turgan amirlarni taxti ostiga qaytadan jam qilish maqsadiga yetdi. 2 oydan beri Navro'si chelingan to'y oxiri katta hasham bilan rasmiy boshlandi. Minglagan qo'ylarning, yuzlagan kalatoylarning beshi kesildi. Tag'ar-tag'arlab guruchlarda to'y polosi dumlandi. Necha yuzlagan ko'zlardagi qimiz, sharoblar ichildi. Bu to'y uchun Sultan Do'stmuhammad xon to'liq sixiylik qildi. Muboraklab sovg'a taqdim qilgan amirlarning sovg'atlarini rahmat hashqalli etib qabul qildi. Amirlarni martabasiga qarab o'tirg'izgan bilan muomalani o'xshash qildi. Hech kimning ko'ngliga azor bermadi. Sharob ichkisi borlar ichdi, sharob ichkisi borlar ichdi. Usul o'ynaqsi borlar o'ynadi. Naqsh etqisi borlar etdi. Bazmi so'rinidan baldur qaytqisi borlar qaytib aram oldi. U har kimni o'z ixtiyoriga qo'yib etgan edi. Hech kimni hech bir ishga biror qitim zo'rlab baxmadi. Ayni yilin Shayxul Islom Mavlana Tojiddinning sharob ichmaganligi uchun xonning g'azbiga uchrab qolisidan ayrilganligini o'z ko'z bilan ko'rgan amirlar shu topda xonning to'lma cho'ng sifat, tamkin, kichik fe'l, mehribon bo'lib qolganini his qilishib yetgan, ularning saltanatga bo'lgan sadoqati qaytadan kuchayishga boshlagan edi. Kahilari boshda Soniz Mirzaning, keyin Muhammad Haydar Mirzaning gapiga kirib, xonga qarshi chiqmoqchi bo'lganliklarini esiga ilib, o'kinibmi ulgurdi. Ishqilib, Sultan Do'stmuhammad xon hech kimga xonlik kibrini ko'rsatmay, talvilik, sarangliq, beshamlik qilmay, yog'lama so'zlari, qizg'in muomalasi orqali hamma amirlarning ko'nglini utib olgan edi. U to'yni 40 kun jakarlagan edi. Ammo kuz oxirlashay deb qolgan bo'g'ashqa Iroqdan kelgan amirlar qaytishga oldirashdi va o'zir haqliq etib ijozat so'radi. To'y boshlang'ili endi 7 kun bo'lgan tursa, nimaga oldirishlar? Ostonaga bundoq jam bo'lmoqmi oson emas. Viloyatinglarning ishlaridan voyim yemsanglarmi bo'ladi. To'y oxirlashqicha turinglar, dedi Do'stmuhammad xon ijozat bermay. Amirlar uningga yana yelindi. Bizning qudratli panohgohimizning xushallik beg'ishlag'uchi, huzur halovatlik dargohidan faqatli ayrilganimiz yo'q, dedi Qumul amri qo'l bog'lig'inicha so'z ilib. Sho'g'inisi kuz oxirlashay deb qoldi. To'y oxirlashiga yana 1 oyga yaqin vaqt bor. Uningcha qish fasli boshlanib ketadi. Olmodis baldur qor yig'ib qolsa, yo'l to'silib qoladi. Janobi qibligahimizga ma'lumlik, qaytar yo'llarimizda tog'da vallah halam bor. Shunlashqa oliylar ijozat bersa, burnaroq yo'lga chiqsaq degan umiddimiz. Halam degani hali ham degan so'zgana. Janobi qibligahimizdan ijozat so'raymiz, deyishdi boshqa amirlarning iltijo qilib. Bundaq deb turvasanlar ijozat vermeslikka amalim yo'q, dedi mag'rur o'tirgan Sultan Do'stmuhammad xon yaqinliq kulimsirab. Bundaq qilaylik. Yana 2 kun ta'xir qilsinlar. To'y kunining sonimi 9 ga to'lg'ay. Shu chaqda hammalarga tang ijozat bergayman. Qibligahimiz himmatlidir. 2 kundan keyin Sultan Do'stmuhammad xon o'rnida amirlar uchun xo'shlashish ziyofati uyushtirdi. Buni ziyofat degandan ko'ra
taxtda o'ltirgandan beri barliq əmrlərni dərqənd qılıb açqan tuncu kengash majlisi degan tüzük idi. Həşəmətlik şahnişinğa kiçik şirələr qoyulub, türlük nazı nimetlər tartıldı. Əmrlər şirələrinin yenidən əməl mərtəbəsi boyunca joy elişdi. Bugün uzutish ziyafəti berilib atqanlığı üçün qayda boyunca əmrlər dastıxandan yenibla yolğa chiqishi, ostanadan ayrilishi kerak idi. Şoňa ular göş, taamlardan çıqıraq yep, şarapdan özlerini tartışdı. Her ketim şarap içkende xanğa xuşamat qilishni esidan chiqarishmadi. Sultan Dostmuhammed xanның şarapqa özünü ancha urib ketmadi. Peshqadam amirlarning o'zlarini qabul qilib, şarapqa zo'rlamadi. Janobi amirlar, deydi u amirlarga takshi bir qarab etib. Har biringlarning sadoqatmanligi bilan Aba ajdodlarimizdan qolgan bu buyuk saltanat hozirgacha gullanib,ovat bo'lib kelyapti. Sizlardan ko'p minnatdorman. Bu albatta har qaysinglarning jon fidolik bilan ko'rsatgan töhfalaridan bo'ldi. Abay Buzruk sultonlar davomlashtirib kelgan tuzuklar bo'yicha ko'rsatgan töhfa xizmatlar in'omsiz qolmag'ay. Sultan Dostmuhammed xon so'zidan to'xtab, ordining bosh farmonchisiga qaradi. Xanның muddasını düşengen Pərmancı bəy dəs ornidan turdi. Pərmanı Ali! Əmirlər opur-topur orullardan turuşup, qol bağlaşqınıca xan pərmanını anlaşqı tayarlandı. Dövlət və hakimiyyətinin həm ərbabları roşan bolğay ki, dedi Sultan Dostmuhammed xan özünü təmkin tutup. Bizlər kim Büyük Moğolistan təsərrüfünün xanı haqanı bolmuş, Sultan Dostmuhammed xan taj kiyib saltanat taxtida o'ltirganimga oy to'ytigicha 5 yil bo'lib qapti. Bu 5 yilda tasarrufimizga barliq ulug' ushshoq amirlarning o'z vazifasini sadoqatmanlik bilan ado qilishi bilan saltanatimiz jangijidal, yig'liq to'polon, o'g'ri qaroqchilardan xoli bo'lib, el yurt osoyishlikqa yuzlandi. Buyuk istiqloliyatim shu darajaga yetdiki, Əğyar g'animlarim har qachon xor va zabun bo'ldi. O albatta janobi amirlarning katta to'hfasidir. Shunga tövandagidek farmon jakarlamoqchiman. Tasarrufimizdagi har qaysi viloyatning amirlariga o'z tasarrufidan biridan tumanni ajdodi suyrg'al qilib berdim. Hamda ularning har biriga bahodirlik unvoni va bu faxriy nomni isbotlaydigan oltin o'tog'a Tümen tuği, nağrı in'am qildim. Ol viloyat amirlarining o'rinbosarlariga Arslan unvoni va faxriy nomni isbotlaydigan kumush o'tog'a ming tuği va bir kamar in'am qildim. Ol viloyatlarning amir lashkarlariga azmat unvoni va faxriy nomni isbotlaydigan kumush o'tog'a bir yoqliq shahona ton in'am qildim. Aymaq tuman bəglərə, kumush dastasiga turna belgisi tushirilgan qilich, egar jabduqliq ot, tog', nag'ri in'am qildim. Izohatlarni o'qib o'tay. Tuman degan nohiyaga tang debdi. Ajdodi suyrg'al degani avloddan avlodga qoladigan zimin. Tuman tug'i degani 10 ming kishilik qo'shinning bayrog'i. Ming tug'i degani 1000 kishilik qo'shinning bayrog'i. Tog', nag'ra, tog' bilan nag'ra amaliyotda amirlarning darajasini bildiradigan belgi bo'lib, bu odatda to'pkor amirlarga beriladigan mukofot bo'yimidir, debdi izohatda. Bu katta iltifotga erishgan amirlar hayajonlangan holda minnatdorligini bildirishdi. Xan oliylari marhamatlikdir. On hazratimni Alloh egam o'z panohida saqlag'ay. Saltanat uchun jinimiz fido. Sultan Dostmuhammed xon amirlarning martaba imtiyozlarini o'stirib, unvon o'tog'a berib, hammasining ko'nglini o'ziga moyil qilib olgan edi. Ular bir-birlab xonning oldiga kelib xo'shlashdi. Yaxshi tilak, sadoqatlarini qayta izhor qilishdi. Muhammad Haydar Mirzamo boshqacha hayajonlanib qolgan edi.
Ko'ziga Sultan Do'stmuhammad xon boshqacha illiq, boshqacha mehribon, boshqacha ulug'vor ko'rinib ketib borardi. Ey qudratli Parvardigor, inoyating cheksizdir. Xon oliylariga texmi ko'p insof, adolat, fazilat ato qilg'aysan. Ko'nglini saltanat ishlariga moyil qilib, vujudidagi sharobxo'rlik, shahvat havaslarini dafiy qilg'aysan. Buyuk tasarruf, saltanat uning qo'lida texmi ro'naq tepib, el yurt ovotliqqa, avom ra'iyat osoyishliqqa yuzlangan. Sultan Do'stmuhammad xonning bo'lgan qarashi o'zgarib, o'rda hokimiyat ishlaridan xilil xotirjam bo'lib qolgan Muhammad Haydar Mirzo xon bilan qo'shilishib Qashqarga qaytishga oldirdi. Aslida uning to'y oxirlashqicha turg'isi, xonga hamroh bo'lg'isi bor edi. Biroq Sultan Do'stmuhammad xonning ko'rsatgan ziyoda hurmat ehtiromidan xijil bo'lib, xuduksirab qolgan edi. U Sultan Do'stmuhammad xonni taxtdan tushirib etib, o'rniga Yunus xonni o'ltirg'izmoqchi bo'lganini har qitim esiga olsa, xuddi tikanda o'ltirib qolgandek beorom bo'ladi. Boshqa amirlar bu ishni hozirla oshkorlab etgandek xuduksiraydi. Bu suiqasddan allaqachon xabar topgan hiylagar Do'stmuhammad xon faqatli chandurmadi. Hech kimning yuziga solmadi. Jahonning ishlaridan xabari yo'qdek qiyofatga kirib oldi. U ming bir mushaqqatda taxt ostiga jang qilishga muvaffaq bo'lgan amirlarni yana vahimaga selib qo'yishni hargiz xohlamaydi. Chunki o'sha viloyat oymoqlarning amir-baglarining ilkida o'z oldiga boshqaradigan navkar lashkarlarning borligi uningga ayon edi. Ularsiz taxtda xotirjam, mustahkam, farog'at bilan o'ltirolmaydiganligini his qilib yetgan edi. Birdan bir chora ularga yaxshi muomala qilish, ko'nglini izlash, shu orqali ularni saltanatga moyil qilib, kuch-qudratini mustahkamlash. Mana shularni to'liq tushunib yetgan Sulton Do'stmuhammad xon ularga suyurg'anlik simin in'om qildi. Lashkariy huquqning simvoli bo'lgan tug' nag'ri berdi. Buning badaliga amir baglarning ishonchiga, sadoqatiga qaytadan erishdi. Toji taxtini yuz berish oldida turgan baloy ofatdan qutuldirib qoldi. Qashqarga qaytishga oldirmisizlar, dedi Do'stmuhammad xon Muhammad Haydar Mirzoga qarab. Lashkariy devonning ishlarini tashlab qo'yishilimi bo'lmas. U Muhammad Haydar Mirzoning lashkariy devonning amir kabirlik martabasini texcha saqlab qolgan edi. Xonning kang qusaqligidan xijil bo'lgan Muhammad Haydar Mirzo beshini egdi. Lashkariy devonni o'rinbosar amir kabir Oltin Soqol Mirzo jo'nqirib ketalaydi. Uning ustiga 10 hazratim bor. Ammo Qashqar hozir posbonsiz turibdi. Muhtaram sarkarda Olchinbek qazo qilgandan beri bir qanotimdan ayrilgandek bo'lib qoldim. Alloh xolisa Qashqarning ishini Fatihanda iziga selib elib, muborak dargohlarida xizmatlarida bo'laman. Qiyishqa yana qistisa Muhammad Haydar Mirzoni xuduq qilib qo'ydiganligini his qilgan Sulton Do'stmuhammad xon ziyoda vasila qilib turib olmadi. Ma'qul amsa, o'rniga tezroq qaytib kelgaylar. Saltanat ishlari sizlarga to'liq muhtoj. Sulton Do'stmuhammad xonga nisbatan aqidasi qaytadan kuchaygan Muhammad Haydar Mirzo Qashqarga qaytib kelgandan keyin kelar yil yozda Qashqarga lashkar tortib kelishga tayyorlanib turgan Yunus xonni qandoq qilib to'sib qilish haqida bosh qatirdi. Shu topda u to'liq tanqislikda qolgan edi. Nemishqimi Yunus xon oliylar bilan xat aloqa qilib qolgan bo'lg'iydi. Hech bo'lmagan bir yil ta'xir qilsam bo'pti ekan. Xon oliylarining bu qadar insofga kelib qilishini kim o'ylagan? Yunus xon oliylari endi meni tozimi bir tutam yo'q odamkan deb qoldigan bo'ldi-da. Aslida oldirab va'da bermaydigan ishkan to'q. Endi ne chora? Sulton Do'stmuhammad xon oliylari barliq amirlarning ko'nglini ufitib oldi. Ixtiyorini qaytadan moyil qilib oldi. Ular ilgirki ranjishlarini unutib sadoqat bildirishdi. Ular shunday qilg'ayadi. Men ulardan oshirib sadoqat bildirishim kerak. Chunki men degan xon singlisining kuyasi. Bundaqcha aytganda xon jamiyatiga tavaman.
Oşundaq turuqluq. Yanılı xanğa qarşı çıxıb, Yunusxan aliylərə bəyət qılsam, qara yüzlük, tuzkorluq qılğan bolmamdı mən. Əl yurt meni əykləməmdi, məsxir qılmadı. Şundaq, ular meni közgə ilmaydı. Arqamdan fitne qilishdi. Xiyal sürüp oturgan Muhammed Haydar Mirza, putunun uçida dəstəb kirib gələn ağıcısı Malika Dövlət Nigar xanımını görüb, çırayığı sus külkü yüberdi. Yeniden cay görsətdi. Hazretimni ətigəndən beri xabgahiden çıxmay oturdu o dep anlap, sağsız bob qaldım ekeyin dep ənsirəb gelişim. Dedi Dövlət Nigar xanım. Ahvalım yaxşı. Dedi Muhammed Haydar Mirza, Köyümcan ağıcısına minnettarlıq bilen qarab. 2 gündən beri hava sel soğuk gitip baradı. Zörür işim bolmağaçqı sırtqı çıqqım gelmedi. Şoňa yalğız oturğıları kep qaptı da. Ondaqmı emas. Yelkemle besip durgan gamni kötürenmey oturupdu men. Malika Dövlət Nigar xanım kalıcını silip məsi bilen kat supağı çıktı. Andın hizmetkarını toğladı. Aval kızıq bir çaynak çay demlep ekirip bersile. Andın kıza hazırlısın. Keşke kızada hazretim hemrah bolu men. Hazretim kavmantısığı amrak, pimisığı doğru dermeknicik arlaştırmasın. Hizmetkar çıkıp ketkenden keyin Muhammed Haydar Mirza'nın cüdengi çırayığı köyünüş bilen qarıdı. Hoş, özlerini besip alğan gamdan haber tapsam bolamdı hazretim. Muhammed Haydar Mirza bu ağıcısını şah kızı Maliki boğalıq üçünlə emas, tüz, uçuq sözlük, köyümcan kuymicaz üçünmü bəkli hürmetleydi. Malika Dövlət Nigar xanım akısı Sultan Dost Muhammed Xan bilen eri o'ttirsidagi orazçılıqlardan xabardor edi. O akısının kuymicazını obdan bilgeçke Muhammed Haydar Mirza Aqsuğ bağmay Qashqarda turib qelishni qaror qilgandimi, Yunusxan bilan aloqa o'rnatib, akısının o'rniga tağısını taxtga chiqarishni planlagandimi va har qaysi viloyat aymaqlarning amirlari bilan birlashib, akısının xonlik saltanatini bekor qilishga harakat qilgandimi, Şerif bir eg'iz qarshilik bildirmagan Muhammed Haydar Mirzani qo'llagan tasalli bergan edi. Şoňa Muhammed Haydar Mirza onundan faqatla sir yo'shirmaydi. Elbette boludu, dedi Muhammed Haydar Mirza ayalının gözlerine şenç bilen qarab. Xan aliylerinin bu kadar insaflı kettirişini oylamagan kenmen. Bana özlerimi gördüler. O qetim sınırları Malika Özne Nigar xanım bilen Mirza Aba Bekir'nin toyida Xan aliyleri başqaça bir adam siyaqida namayan oldu. Bunundan mənlə emas, barcha emirlər hem hayran, hem xuşal boluşdu. Aba ajdodlarimizning odamning askisi yo'q degan rostkan. Oldurab denab sabr qachonni yer bitib, Yunusxan oliylarining dargohiga tevinibdimi? Amdilikda to'lim aldiraqsallik qilganligimni his qilyapman. Yunusxan oliylari Qashqarga kelish uchun askarlarni taxlab og'zimga qarab turdi. Mana kuzmi oxirlashib, qish faslimi kiray deb qoldi. Ay to'yda bo'g'ich ko'klam keladi. Şuna hazır Yunusxan aliylerinin rayını yandırdıgan, yolunu tosuduğan birer çare sebep tapanmay, hem de oturuptu men. Bol tağayı büzürük sileden haber kelmegiçi bul tasarrufga yürüş qılmazsa qıçan. Dedi Dövlət Nigar xanım oycanlıq bilen. Oğu şundaq, menin ensiravatqanim bu emas. Könglimdeki gapni qılsam, Xan aliylerine taz işenç qılamayıvatımen. Dergahimga yetken ma'lumotlardan qaraganda, Xan aliyleri ba'zi barobatlarni yana boshlab olgandek, kunda mas yurgidek. Rostliyan aslidagi payliga qaytib olsa, Yunusxan aliylerini qayta taklif qilishga yuzim chidamaydi. Hozir jim turib edib, keyinchi dargohiga tevinsam, meni tozimi bir tuturuqsiz odamkan deb qolmasmi? Onun üstüge Yunusxan aliyleri taxt saltanatga bo'lgan shaydoliqidan hergiz yondigandek emas.
bol tasarrufga yurish to'g'idek lashkar kuch to'play olasizlar. Mening taklif qilishimni kutib o'tirmaydi. Xon oliylarining ahvoli shu tursa, o'zim yolg'iz uning oldini to'siy olishim basiy mushkul. Shu sababdan g'amda qilyapman. Texi hozir kashkuz. Ko'klam faslining kelishiga halam bor. Dedi Malika Davlat Nigar xonim. Qish faslini bahona qilib, Yunusxon oliylar bilan bo'ladigan aloqani imkon bor kayniga surib tursalar. Kelar yil yoz fasligacha ul tag'oyi buzrukka tushundirgili sabab tepilib qolar. Men mo og'amning tuzilib qolganidan to'liq xushalman. Saltanat ishlariga kelsak, o'zlari qanday qilishni loyiq ko'rslar, shunday qilsalar. Kamina zaifalari uchun og'amning taxtda o'ldirish bilan ul tag'oyi buzrukning taxtda o'ldirishining farqi yo'q. Qaysi saltanat tizginini tutmusun, el yurti ro'naq tepib, ra'yat osoyishligi yuzlansa deydigan umidim bor. Mulozimlarning dasturxon ko'tarib kirishi bilan er-xotinlarning suhbati uzilib qoldi. Abduy chilabchi ko'tarib kirgan xizmatkor ularning qo'liga suv berib, ipak lo'nga tutdi. Ondan dasturxon selib, kashlik g'izo uchun tayyorlagan nozu ne'matlarni tizishga boshladi. O'rgangan xuy ujmi pishqicha degandek Sulton Do'stmuhammadxon ilgiriki aysh-ishratlik turmushga yana qaytib olgan edi. Qishning uzun tunlari bazmisiz o'tmaydi. U gohida o'rdadagi qishliq saroyda, gohida qaysi bir amirning qasrida bazmi uyushtiradi. U texmi sharobxo'r, texmi ishratvoz bo'lib ketgan edi. Turlik yangi o'yinlarni o'ylab topadi. O'ylab topgan o'yinlari bir-biridan bema'ni, bir-biridan qo'rqinchli edi. Bu o'yinlarga ishtirok qilishni xohlamagan, o'zini chatga elishga uringan amirlarni rahimsizlik bilan jazolaydi. Hech kim uning bazmi so'rinidan qechishga petin olmaydi. O'rdadagi amir mahramda qaytadan vahimaga tushib, yurak oldi bo'lib ketgan edi. Xonga kuyovul bo'lib laskariy divanda mansab tutgan Mirzo Abubakr o'rda amir bo'lish salohiyati bilan bunday bazmlarga qatnashishga majbur bo'ladi. Sulton Do'stmuhammadxon uningga singlisining eri kuyovul qatorida emas, boshqa amirlarga qilgan o'xshash muomala qiladi. Uni hayosiz chaqchaqlarni qilishga, badqiliq o'yinlarni o'ynashga, sharob ichishga zo'rlaydi. Xonning g'azab qilishidan voyim yegan yigit tishini tishlashga majbur edi. Kechalari dardini ayoli Husni Nigar xonimga to'kib beradi. Xon oliylarining mijozi bekmi g'alati ekan. O'zining ko'ngil xushlik uchun boshqalarning dard azoblari bilan kori bo'lmaydi ekan. O'sha bazmi so'rillarda yuz bergan bir qism ishlarni tilga elishdanmi uyulaman. Tova, bu butun el-yurt bosh uradigan adolat panohining dargohimi yoki sarong darbishlarning makonimi? Xon oliylarining qilayotgan qiliqlarining hammasi shariat ahkomlari, saltanat qonunlari xilof. O'rtadan qo'yimiz erifdim. Bezor bo'ldim. Navoiy xon oliylari mushunda qilaveradigan bo'lsa, bergan amirlik martabasidan kechiman. Eng yaxshisi, yorgan ketganimiz, ko'zidan yiroqroq turganimiz tuzukda qiladi. Texi qilgan ishlarini yo'lliq qilaman deb o'limalardan fatvo so'rab ketishini demandigan. O'sha bechara o'limalar uning ro'yi bo'yicha fatvo berishga majbur bo'lishadi. Malika Husni Nigar xonim erining ko'nglini yasug'idek gap topolmay qiynaladi. Mirzo Abubakrning Yorkandga ketish orzusi kundan-kunga kuchayib ketgan edi. Lekin bu orzusini Sulton Do'stmuhammadxonga deyishga jur'at qilolmaydi. Xonga yotliq bo'lib haramga kirib, oyimlik martabasiga noil bo'lgan Oyjamol og'ichining asyodi Sulton Do'stmuhammadxonni boshqa xonish to'qallardan tortib olib, o'z o'ngchi egilashdi edi. Lekin xonish to'qallarning yeshi uningdan kichik edi. Shunga xonni o'ziga qaratish uchun boshqalardan nechasi ortiq kuchashga, yeshi o'zidan xeyli kichik erni, yeshi o'zidan xeyli kichik, hatto qizi demaklik kundashlardan tortib olish uchun turli chora amal izlashga to'g'ri keladi. Haramga kirgandan beri Sulton Do'stmuhammadxon uni esidan chiqarib eldak qiladi. Oyjamol og'ichining qasrida tunashga oyda biror qitim cho'lasi tegmaydi.
Shu sababdan bechora juvonning yurak bag'ri laxta-laxta bo'lib ketgan edi. Ko'ngli xonni qasrida biror oqshom qo'ndirib olishda qolgan Oyjamol og'chining o'g'lining dardiga darmon bo'g'idek, hech bo'lmasa ikki qiz tasalli bergidek hafsalasi yo'q edi. Mirza Abobakri xotini o'zini Nigar xonimning oqisi Do'st Muhammad xonga deb o'ziga Yorkentning amirlik martabasini yetib berishni shunchalik orzu qiladi. Lekin bu orzusini og'zidan chiqarib yeling'usi kelmaydi. O'zini Nigar xonim bo'lsa Sulton Do'st Muhammad xonning ona bir singlisi edi. Shundaq turuqliq oqisining oldida o'zini erkin ozoda tutolmaydi. Ko'nglidagini udulla deyolmaydi. Erining ko'ngil orzusini bilib tursin, jim turib olgan edi. Mirza Abobakri bu ko'ngil og'riqiga ko'klam pasligicha orom bardostlik beraladi. Oxir ayolini, onasini, inisini, mansab martabasini tashlab Qashqarga tog'isi Muhammad Haydar Mirzaning qishig'i qechib keldi va yig'lab turib dard to'kdi. Muhammad Haydar Mirza Sulton Do'st Muhammad xonning ilgirki o'sal qo'y mijozini, g'alati qiliqlarini, talbi beshamligini yana tepib olganlikdan allaqachon xabar topgan edi. Mirza Abobakrning yig'lab turib dodlashtiridan uning ilgirkidan nachchasi buzilib ketganligini his qildi. Vujudini umidsizlik tuyg'ulari qaytadan chirmab oldi. Ko'ngillarni yerim qilmaslar, deydi u Mirza Abobakrga tasalli berib. Xon oliylarining bu o'sal qo'y mijozidan azaldan xabarimiz bor. Tuzilib qoladi deb shu chaqqicha umid kutib keldim. Dargohimga kelganlar yaxshi bo'pti. Sizlarning Qashqarda ekanliklaridan xon oliylarini har holda xabarlantirib qo'yay. Qoida bo'yicha bo'lganda yuqori darajalik o'rda mahramlari Ostonadan xon oliylarining ijozatidan ilib ondan ayrilish kerak. Sizlarning ijozatsiz Qashqarga kelishlari ig'ir gunohga yotadigan qilmishdir. Bo'pti. Sizlar tex kichik o'rda yusunlarini toza bilib ketmaydilar. Xon oliylarimi gunohga jo'rib ketmas. Ma'lumot yo'llab gunohlarini tilib olay. Bundan keyin bolalik qilmasizlar. Muhammad Haydar Mirza shu kunlar Mirza Abobakrning o'zining qishida ekanligini, uning bir mazgil Qashqarda turg'isi borligini bildirib, o'rdaga ma'lumot yo'lladi. Sulton Do'st Muhammad xon Mirza Abobakrning saltanat yo'sinini buzib, Qashqarga qochib ketganiga hech qanday ifoda bildirmadi. Necha vaqtdan beri o'g'lining g'albasini qilib, beshini og'ritgan Oyjamol og'chiga Muhammad Haydar Mirzaning ma'lumotini avatib berdi. Ondan sonlisi Malika o'zini Nigar xonimni yeniga chaqirdi. Kuyovlari Qashqarda ekan, bir mazgil shu yerda turib qoladigan o'xshaydi. Tayyorlik qilsinlar. Navkarlarini Qashqarga yetkazib qo'ysin. Himmatlarga ishqallar. Dedi o'zini Nigar xonim oqisining qishidan chiqib ketishga oldirib. Mirzaga ko'rishganda bizdan salom deysinlar. Qachonki dargohimizni sig'insa xudik olmay kelavergay. Ilgirki mansab martabasini bergayman. O'zlarini salomatliklarini ko'p asirsinlar. O'zini Nigar xonim oqisiga eri Mirza Abobakrning Yorkentga amir bo'g'isi borligini degisi, mushu bahonada yorliq elvog'isi keldi-yu, lekin og'zidan chiqarolmadi. Xotini bilan sog'-salomat ko'rishgan Mirza Abobakri Sulton Do'st Muhammad xonning gunohini kechirib o'tganligini bilib, xeyli xotirjam bo'ldi. Ammo ko'ngli yana Yorkentni tortib turardi. U hech qanday martaba o'tag'atsiz borsa, Yorkentdagi amir baglarning oldida tuzuk e'tibori bo'lmaydiganligini biladi. Sulton Do'st Muhammad xonning o'zini Yorkentning amirligiga tayinlashga va'da qilganligidan xabari bor edi. Shunga tog'isi Muhammad Haydar Mirzaga muddasini bildirdi. Yorkentni garchi xon oliylar vaqtliq mening tasarrufim qo'shib bergan bo'lsa-mu, rasmiy amir tayinlash yana o'rdiyorlik bilan bo'ladi. Bu faqat xon oliylarining yorligi bilan bitadigan ish. Undaq qilaylik. Sizlar bir necha vaqt hech ishni o'ylamay Qashqarga oramazsizlar. Men xon oliylariga bu haqda ma'lumot yo'llay. Yorliq tushirib qolsa ajab emas, dedi Muhammad Haydar Mirza. U Mirza Abobakrga ashundaq va'da bergani bilan amaliyotda Sulton Do'st Muhammad xonga ma'lumot yo'llamadi. Chunki shu kunlarda uning Sulton Do'st Muhammad xondan yana ro'yi qaytib qolgan edi. Oqsudan Sulton Do'st Muhammad xonning yo'lsizligi, talviligi, topdan chiqqan qilmishlari haqidagi
Üzülmey kelivatqan məlumatlar onu taxt saltanatının taqdiri və özünün istiqbalı haqqında qayta o'ylanishga majbur qilgan edi. Bu navbat u ancha ikkilanib ketmadi. To'g'ri yegat kitning quyruqini kesibasmi, qo'yini tashlamabdi deydigan gap bor. Xon oliylarining odam bo'g'ini shunchalik o'xshaydi. Endi bo'ldi qilay. O'zimni saltanatni nobud qiladigan ishni qilmay. Elim yaxshi Yunusxon oliylarga maktub avatib umidlantirib turgan ekanman. Muhammad Haydar Mirza Yunusxonning Mo'g'uliston taxtini elish ishiga hamdamlashishga to'liq niyat qilib bo'lgan edi. Shunga u Mirza Abubakrning orzusini deb Sultan Do'st Muhammad xonga ma'lumot yo'llamadi. Ma'lumot yo'llasa, xonning tasdiqlab kelishidan Mirza Abubakrni Yorkentning amirligiga tayinlab, yorliq tushirib kelishidan ansiradi. Chunki Yunusxon bilan birlashib Sultan Do'st Muhammad xonga qarshi turish qaroriga kelgan mushundaq paytda Yorkentda yana bir hukmdorning paydo bo'lishini, Yorkentning qo'ldan chiqib ketishini xohlamadi. Yana bir jihatdan Yunusxon Qashqarga lashkar tortib kelsa, Mirza Abubakrning Yorkentga amirlikka tayinlangandan keyin Sultan Do'st Muhammad xonning omiyligida turayotgan onasi va ini singillarni debmi bo'lsa, o'zi bilan moslashmasligidan, xonga sadoqat bildirib, o'ziga qarshi chiqishidan ansirgan edi. Ammo tog'asining bu muddasidan xabar yo'q Mirza Abubakr yorliq kelishamon Yorkentga menish uchun hozirlik ko'rib qo'ygan edi. U Aqsu tarafga umid bilan tikiladi. Yorliqning kelishini taqozolik bilan kutadi. O'rdaga tog'amning yo'llagan ma'lumot yetib borganmidi? Ma'lumotni xon oliylari ko'rganmidi? Yorkentning amirligini menga beram. Onamni bu ahvoldan xabarlantirsam ekan. Biroq onamning ahvolimi menga ayon. Umi oylab xon oliylarining didorini ko'rolmaydigan tursa, mening bu ishimga qandoqmi yordam qila olasan? Uning onam bilan to'y qilganda bergan va'dalarining hammasi yolg'on ekan-da. Jahonda mushundaqmi zolim, tuturuqsiz, batqiliq, talva, yo'lsiz odam bo'ldi ekan-a. Uning degini degan, qilg'ini qilgan, hech kim ko'ngliga deyolmagan. Hatto molla o'limi, qozi qulsa, imom mufti qatorliq din shariat peshvolarimi uning o'rinsiz, yo'lsiz talablari uchun fatvo chiqarib berishga majbur. Fatvo bermasa jazoga, hatto o'limga mahkum. Uni bu yomonlikdan to'sishga hech kim jur'at qilolmaydi. Shunga u shundoq besham, shundoq xunris. O'z vaqtida marhum jannat makon otammi shu sababdan uningda ranjib, o'rdaga bog'il unmagan ekan. Xon oliylari onamni nima sababdan nikohiga olgan bo'g'itdi. Aqsuga beribla onamni tashladi. Tashladi emas, ashundoq bir og'uchisining borlig'ini unutib ketdi. Bechora onamning hozirgi kunlari to'l o'tgan kunlardan battar. Aslida xon oliylarining talbiga qo'shilmagan, nikohga rozilik bermagan bo'lsa, undaq battar kunga qolmas bo'g'itdi. Og'ayin ishkimizga tasalli berib, ilgari amirzod edilar, endi xonzod bo'ldilar deb xush bo'g'ini. Og'zini totliq aytgani nada qoldi? Mana men hozir xonzodimi emas, hatto amirzodimi emas. Ko'raganlik martaban bo'lsa, bir quruq otoq xolos. Marhum otam Yorkentni to'lim esil yo'rt deb maqtaydi. Men buni nemishqim esimdan chiqargandiman. Oshchog'da onam bilan ini singlimni Aqsuga uzitib qo'yib, o'zim Yorkentda qolsam bo'pti ekan. Onam poytaxtga berishni bekli zo'rlab ketdi. Oxirgi hisobda o'ziga ma'mi ko'ngli og'riq topdi. Hozir onam nemish qilmadi ekan. Naqshan haramda unga tasalli beradigan odam yo'q. Xon oliylar bo'lsa, bezmi barobat, paysh israt, sharobbozlik bilan halak. Onam uning esiga hargiz kelmaydi. Shu taqda qandoq bema'ni o'yin bilan mashg'uldi. Aqsu shahrida hujum olib bo'lishga boshlagan bo'lib, Sultan Do'st Muhammad xonning bazmi so'rillar
allaqachon saroydan vaqtib o'chib bo'lgan edi. Bugun Sultan Dosmuhammadxonning masrabga mayli tatib qolgan bo'lib, murosim amri o'rdichi va sirtidagi sozandilarni yig'ib, haram bilan Shohnishinning oraliqidagi bog'da masrab so'rini hazırlagan edi. Sultan Dosmuhammadxon masrabni qizitish uchun o'rdadagi yuqori darajalik amirlarning hammasini masrabga qatnashishga farmon bergan bo'lib, bog'ning o'ttirsidagi ko'l bo'yiga rastlangan so'rinda odam xeyli ko'p edi. Dosmuhammadxon ko'l bo'yidagi chinarning ostiga yasalgan shoh-supaga silingan qat-qat ko'rpa ustida hargostiga yo'langunicha yonboshlab yotadi. Amirlar halqa shaklida o'rin olishgan bo'lib, o'ttirdagi yumloq so'rinda o'rda raqqoslari turli nozik-xulqlar bilan usul o'ynayotadi. Sozandilar xon qaysi pardani anglashni xohlasa, shu pardaga chelib-atadi. Soqiylar bo'shigan qadahlarga to'xtamay sharob liqlaydi. Sharob ta'sirida kayf bo'lishga boshlagan Sultan Dosmuhammadxon zerikdimi aytavr sozand raqqoslarni to'xtashga ishorat qilib, qo'lini silkidi. On hazratimning qiziqchilik qizoqi bormikin? So'radi Murosimbegi xushamat qo'yliq bilan. Barattozning hazil chaqchaqlarini to'la anglab zerikdik, dedi Dosmuhammadxon xushyoqmagan holda. Dargohi oliyda Barattozdan boshqa qiziqchi bor oliylari. Ajab, men bilmaydi ekanman, dedi biroz qiziqqan Dosmuhammadxon. Tönügün rastida qiziqchilik qilayotgan ekan, xon oliylarining ko'ngliga bir lahza xushallik beg'izlisi ajab emas deb o'rdiga ib kirgandim. Ko'rib boqamdikin oliylari. Shunchalik karomati bo'lsa qani ko'rsatsin. Murosimbegi sozandilarning orqasida o'ltirgan qiziqchini so'ringa tushishga buyurdi. O'ttir bo'y do'kroq kelgan 40 yoshlar atrofidagi qiziqchi so'ringa tushib salom berdi. Sultan Dosmuhammadxon uning chiroyiga shundoq qarab qaqaqlab kulibdi. Kamina qullari zo'rliq uchirgan Tulg'otunning shariy mahkamaga arz qilganini bayon qilib beray. Yiliq arzxo'r ayolmi, qozimi kekashgan. Boshladim amsa, ha? Qodir Toz haqiqatan mahoratli edi. U arzxo'r ayolning ovozini ayolcha, qozining ovozini yashangan erlarning ovozicha chiqarib so'zlaydi. So'zlariga harakatlari, chiroy ifodalari to'liq moslashgan edi. Sultan Dosmuhammadxon kulib tilqib qolgan edi. Dal shu chog'da ayol kishining xuddi kokkukdek yiqimliq kulgan ovozi Sultan Dosmuhammadxonning diqqatini tortdi. U beshini shartda burab kulga olingan tarafga qaradi. Bog' bilan haramni ayirib turadigan egiz tomning ustida huzur kiyingan bir juvon 5-6 kinezakning hamrohligida qiziqchilik ko'rayotgan bo'lib, u o'zini tutib ololmay ashunda qattiq kulib ketgan edi. Masrab so'rini bilan haram temining oraliqi xeyli yaqin edi. Juvon Dosmuhammadxonning o'ziga qarayotganligini ko'rib, qayirayotgan nepiz to'r chumbilini darhol silib oldi. Lekin Dosmuhammadxon uning chiroyini allaqachon ko'rib ulgurgan edi. Kimdi bu? Haramda mushundaq bir pari tursa ajab hozirgacha ko'rmay qopdimina? Yoki bo'lmasa xonish oyimlarni yo'qlab kelgan biri amir beklarning og'chisimidi ya? Undaq bo'lsa, nemish o'z yolg'iz haramning temiri chiqib tomosha ko'rdi? Cho'qim haram ahlidan o'xshaydi. Amis nemish uning bilan hozirgacha uchrashmadim. Haramimdagi ayol zotining men bilan uchrashmagani yo'q edi. Mushundaq bir go'zalni mendan yo'shirganligim uchun adibingni bermaydigan bo'lsam. Nemancha chiroyli juvon bu. Ovozini yaqinliqni demamdigan texi. Bugun kayfim nemancha chog' keyin desam, aslida yangi bir go'zal rizqim bor ekanda. U xiyolini yig'ishtirib, har bir buyruqni bajo keltirish uchun ko'zni uzmay o'ltirgan Murosimbegni yana g'ishaраtladi. Va haram temining ustida tomosha ko'rayotgan mazlumni ko'rdingmi? Kimligini darhol o'qishib kelsinlar. Bosh ustiga. Sultan Dosmuhammadxonga hamda Qodir Tozning qiziqchiligi ancha tetimidi. Pat-pat tom ustidagi yuzini chumbal bilan o'rib olgan go'zalga qarab qo'yatdi. Vujudini allaqanday she'rin xiyollar chulg'ib olgan edi.
ayol o'tmay qaytib kelgan Murasim begi xonning qulqiga asta pichirladi. Odiylarga ma'lum bo'lg'ay. Kam ustida o'tirgan ul mazluma jannat maqam padar buzurglari Sultan Isanbulga ham oliylarining armidiki unchalardan bo'lib ismi Roziya xonim ekan. O'gay onalarini tanıyamay qaptılar oliylari. Men uni xonning to'lim xushkayib o'tirganini ko'rgan Murasim begi oxirgi gapni chaqchaq hisobida qo'shib qo'ygan edi. Lekin gapi oxirlashmayla Do'st Muhammadxon uning og'ziga chang'ida bir tasdiq seydivatdi. O'zining nima sabablik o'tganligini bilmagan Murasim begi o'lim vahimasida loq tutardi. Odatda Sultan Do'st Muhammadxon amirlar bilan to'liq hayosiz chaqchaqlarni qilishadi. O'ziga yuz xatir qilmay chaqchaq qilishga petingan amirlarni alohida maqtaydi. Chaqchaq sababidan qilingan har qanday hayosizlikqa yo'l qo'yadi. Shu sababdan Murasim begi uningga chaqchaq qilishga petingan edi. Bir kulgisi bilanla yuragi ishq o'tini tutashtirgan tam ustidagi go'zalning o'gay onasi marhum dadasining to'qal xonish ekanligini bilib kayfi ushgan Do'st Muhammadxon ochiqni Murasim amridan olgan edi. Yo'qlash, hamma yo'qlash. Kulib o'tirgan xonning tuyuqsiz g'azablanganini ko'rgan amirlar hozirlik jini chiqib ketadigandak vahimaga tushib, dörrüde o'rinlaridan turishdi-da, egilib salom berishgunicha orqalariga yenishdi. Sultan Do'st Muhammadxonning yuragida o't kuyib-atadi. O't yuragini emas, butkul vujudini o'rtab-atadi. U tam ustiga tashnoliq bilan yana qaradi. Biroq aram temining usti bo'sh edi. Xonning tuyuqsiz g'azablanganini ko'rgan Roziya xonim kenezaklarini agashtirib, ham bilan ketib qolgan edi. Sultan Do'st Muhammadxonga Roziya xonim tam ustidan emas, bu dunyodan butunlay g'oyib bo'lib ketgandek tuyuldi. 14-15 yoshidan tortib toki hozirgacha nurg'un ayollar bilan ko'nglini ichib kelgan Sultan Do'st Muhammadxon shu daqiqada tunji qitim oshiqlik azobining ta'mini tetayotdi. O'zini cho'lda qolgandek sezadi. Xudoyim tavba, nima qismat bu? Qarab turib o'gay onamga oshiq bo'lib qoldimmi endi? U rostini marhum xon otamning harmiga to'qolladimmi da? Balkim otamning uning harmiga kirishga cho'lis tegmagan bo'g'iydi. U o'ziga tasalli berish uchun o'ylab topgan bu bahonasiga yana o'zi ishonmadi. Chunki bunday go'zal parining dadasining nazariga tushmasligi mumkin emas edi. Uning yuragi ishq o'tida chanqayotdi, xuddi cho'lda qolgandek. Sharob, chilim. Uning xos sharobchisi bilan chilimchisi patparaq bo'lib ketdi. U yuragiga tuyuqsiz tutashgan ishq o'tini pasaytmoqchi bo'lgandek, sayxonasiga cho'qtashlangan chilimni qattiq sho'radi. Nasha uning yurak azobini paslatmadi. U borgan sir ussab ketdi. Sharobni ko'pildatib ichishga boshladi. Sultan Do'st Muhammadxon o'sha tariqada bir haftagacha o'zi yolg'iz sharob ichdi, chilim chekdi. O'rdadagi amirlardan hech qaysisini ulfat qilmadi. Hatto harmidagi xonish xunchalarni esidan chiqardi. U har qancha qilibmi o'gay onasi Roziya xonimni unutolmayotdi. Ko'z oldidan Roziya xonimning go'zal jamoli, quloq tubidan ko'kdek yaqinlik kulgisi neri ketmaydi. U bu oshiqlik azobiga oxir bardoshlik berolmadi. Din peshvolaridan fatvo so'rash qaroriga keldi. Xon otamning qazo qilib ketganiga 6 yil bo'lay deb qoldi. Qoida bo'yicha xonish to'qonlarga otliq bo'lib ketsa bo'laveradi. Xonish onam mendan ranjib turponga ketgandan beri otamning harbiga oyoq bosmagan edi. Ular nemish qayramdan ketmagan bo'g'iydi. Sultan Do'st Muhammadxon otasining xonish to'qonlarga haramdan ketishga ijozat bermaganini unutib ketgan edi. Sultan Isanbulga qazo qilib 6 oy o'tganda bir qism peshqadam amirlar uningga dadasining to'qal o'nchilarni haramdan chiqib ketishga yo'l qo'yish, mumkin bo'lsa amir baglarga nikohlab berish taklifini bergan. Lekin u qo'pollik bilan rad qilib etgan edi.
Keyincha Əmirlər onundan qorxub bu haqda ağız açmadı. Dadısının toqal Gonçiçələri bolsa, onunğa bundaq tələbni qoyanmadı. Raziya xanım bilan nikohlanishimga shariatdan bir yo'l chiqib qolarmi? Shariatning putuq to'la deydigan gap bor. O'lim olaning samgisi baqay. Balkim bir yo'l tepilib qolar. Ah, Xudo. Raziya xanımning misoliga yetishga o'zing yo'l ko'rsatgaysan. Kallasida tuyuqsiz paydo bo'lgan bu xiyol Sultan Do'stmuhammadxonga qaytadan umid bag'ishlagan edi. Bugun Sultan Do'stmuhammadxon odatiga xilof holda Shohnishindagi Qobilga to'limi sahar chiqdi. Odatda u Qobilga haftada bir qaytim, ko'p bo'lsa aram 2 qaytim chiqardi. Chiqqandimi buncha sahar chiqib olmaydi. Uning qabul qilishini kutib o'ldirishgan amirlarning qo'rsaqlari echib ko'karab ketadi. Shundaqdimi chidab saqlashga majbur bo'ladi. Kun tushdan qiyilganda Shahnishinda yo Sultan Do'stmuhammadxon paydo bo'ladi, yoki uning bugungi qabulni amaldan qoldirganligi haqidagi farmoni yetib keladi. Ko'pincha vaqtlarda shuncha uzoq saqlab o'tirishgan amirlar xonning o'zini emas, farmonini kutadi. Farmon kelmaguncha hech kim o'z ixtiyoricha Shahnishindan ayrilishga jur'at qilolmaydi. Chunki navoda xon qabulga chiqib qolsa, sirt chiqib ketganlarni salomga kelmagan qatorida qattiq jazolaydi. Şuna keyingi vaqtlarda puxtaroq amirlar qo'yinlariga biror to'g'ram qatlama, yoq to'qas yoki 2-3 dona samsa, pishiq tuxum, yong'oq meg'izi, quruq uzum degandek narsalarni selib keladigan qo'saqlar ichib ketsa, xonni saqlag'ach, o'sha narsalar bilan qo'saqlarni go'llab turadigan bo'lib qolgan edi. Xonning Shahnishining buncha sahar chiqqanini ko'rgan amirlar olmon-talmon o'rinlaridan turib salom baja keltirishgandan keyin hayronligini, ajablanishlarini yo'shirmay bir-biriga tam bilan qarshi oldi. Xonning buncha sahar qabulga chiqishidagi muddasini bilmaganlik uchun hammasining demi ichiga tushib ketgan edi. Ular xondan xuddi Azroildan qo'rqqandek qo'rqishardi. O'zini ko'rish tugul, ismini anglab bo'g'uchimi xuddi bir bola qazoning sharpisini sezgandek cho'chishardi. Bugun taxtda mag'rur o'tirgan Sultan Do'stmuhammadxonning chiroyi boshqacha yiqimliq tus olgan edi. Horg'in, uyqusirab ketgan ko'zlarida oz namoyon bo'ladigan mehr, muloyimlik balqiydi. Uning chiroyiga yoshirincha nazar solgan amirlarga bu hol texmi g'alati tuyulmoqda edi. Amirlar vahima tashvishlarini besishga tirishib, qo'l bog'lashgunicha beshini tuvan selib turardi. Janob amirlarga ijozat. Joy olsunlar, dedi Do'stmuhammadxon tuzib bilan so'zlab. Odatda u kamdan kam qabulga chiqqani bilan salomdan keyinla Shahnishindan chiqib ketishga aldiraydi. Amirlar tayyorlab kelgan har xil aloqa ma'lumotlarni xolisa bazmi sharab so'rinlarda qabul qilib anglaydi, bo'lmasa besilib qoladi. Xonning o'ldirishga buyrug'ini amirlarga g'alati tuyulsa, ovozining to'limi sipoya, tuzuklik chiqishi yana g'alati tuyulmoqda edi. Ular martaba darajasi bo'yicha o'rin ilishqash bir-biriga ma'nili qarshi oldi. Shayxul Islom Mavloni Kamoliddin. Xonning ismini chaqirayotganligini bilgan Mavloni Kamoliddinning vujudini sur bosdi. Ko'ngliga tashvish tushdi. Shundaqmi das o'rnidan turdi. Xo'sh, qudratli panohgohim. Sultan Do'stmuhammadxon qulluq bildirib turgan Shayxul Islomga qarab turib qoldi. Shu daqiqada uning vujudini dilg'ulluq chulg'ib olgan edi. U Shayxul Islomning ko'ngil xohishlariga mushundoq qulluq bildirib turib fatvo berishini to'limi orzu qiladi. U bu chaqcha biror amirning oldida bunchalik orsal bo'lib baxmagan edi. U oxir qat'iy niyatga keldi. Birov tulqagan qumasiga oshqi beqaror bo'lib, basliga yetmoqchi bo'lsa, buning shariati nikoh ravomi? Fatvo bersinlar. Sultan Do'stmuhammadxonning marhum dadasi Sultan Isom Bug'axonning to'qalxonishi o'gay onasi Roziya xonimga kuyib qolganligi haqida bir haftadan beri o'rnida mish-mish gap paydo bo'lib qolgan edi. Albatta bu gaplar Shayxul Islom Mavloni Kamoliddinning qulqiga yetgan, lekin ishonmagan edi.
Hozir xonning fatvo talab qilib so'ragan savolni olib, vujudiga qaytadan vahima o'lashdi. Sultan Do'stmuhammad xon bir ishga oldirab fatvo so'ramaydi. So'rab qolsa, fatvoni o'zining muddasi bo'yicha chiqarishga majburlaydi. Mərhum Şeyxülislam Mövlana Taciddinning o'rniga Şeyxülislam bo'lgan Mövlana Kamoliddin xonning bu xuyini obdan biladi. O bir qancha o'rinsiz ishqa xonning xohishi bo'yicha fatvo chiqarib bergani uchun hozirgacha o'zini gunohkor sanaydi. Xudodan to'xtamay gunohini tilaydi. Vijdon azobi tortib kelyotadi. O Şeyxülislamlik mərtəbəsindən istifa verish niyatiga keldi. Lekin og'izdan chiqarishga jur'at qilmadi. Chunki Sultan Do'stmuhammad xon o'rnidan qochgan amirlarni tutib akeldirib, istifa so'rganlarni jazolab, yurikalda qilib etgan edi. Mevlana Kamoliddin Sultan Do'stmuhammad xonning umid bilan tikilgan ko'zlaridan ko'zini artib turib javob berdi. Bundaq ishqa shariat fatvo yo'q oliylar. Buningga fatvo berish emas, fatvo so'rashmi gunohdir. Shahnishning ichini eg'ir sukunat qopladi. Şeyxülislamning javobidan vahimaga tushgan amirlarni sovuq ter bosdi. Ular boshlarini tonlarining yoqisi ichiga tiqishga urinib, kirpidek tugilib elishdi. Sultan Do'stmuhammad xon Mevlana Kamoliddinga dahshat serib chekchaydi. Shahnishning ichida do'zax o't kuyishga boshladi. Dalil isbot keltirsinlar. Sultan Do'stmuhammad xon g'azabini zo'rg'a bisvag'anda qiladi. Javob bermay qutulamaydiganligiga ko'z yetgan Mevlana Kamoliddin allaqandoq bir g'ayratning turtkisida beshini ko'tarib, Sultan Do'stmuhammad xonning qon to'lgan ko'zlariga dodil qaradi. Xonning mendan dalil isbot talab qilgani yolg'on. Onunğa Qur'on Karim, hadis sharifdan dalil isbot tepib bersammi, baribir anlamaydi. Odam emas, hayvon balası jenida o'z onasiga chepilmaydiganligini u obdan biladi. Shundaq turib yolg'on fatvo berishimni so'rayotdi. Kallamni osun. Bu ishga hargiz fatvo bermayman. Dalil isbot keltirmam deb og'zimni upurtib yurmay. Xoliqini qilsin. Dalil isbot keltirmam deb og'zimni upurtib yurmay. Xoliqini qilsin. Dalil isbot keltirish hojatsiz oliylar. Qumolarimo o'z onalariga o'xshashdir. Uning teni sizlar uchun haromdir. Oliylarni shayton vasvasiga solgan o'xshaydi. Eng yaxshisi bu niyatlardan tezroq yong'aydi. Beadab Sultan Do'stmuhammad xon taxtdan chachrab turib ketdi. Nima uchun dalil isbot keltirish hojatsiz deysan? Fatvo so'rayotgan bu ish dalil isbot keltirishga arzimanda. Mevlana Kamoliddin ko'nglini xiyli to'xtatib olgan edi. Yo'qsa oliylar, gapimni xato tushunib olmasizlar. Bu ishqa shariatda rostdanli fatvo yo'q. Sizlar hozir kaminalarning dalil isbotiga emas, muddalar uchun kalomullohdan biror oyatni yulib elib, sarhilatli fatvo berishimga muhtoj. Ammo hargiz undaq qilolmayman. Parvardigorimiz og'zingizga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydirg'uchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erishamaydi degan. Shunga oliylarga zinhor fatvo o'ydirib berolmayman. Chunki o'gay onalari sizlar uchun haromdir. Undaqda Kalomullohdagi Alloh yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi degan oyatning ma'nosini qanday tushunish kerak? deb so'radi Sultan Do'stmuhammad xon Mevlananing ko'ziga qarab. Sizlar Baqara surasining bir qismini naql keltiryaptilar oliylar. Undaq bo'lsa, kaminalari mushu Baqara surasidan naql keltirib beray. Baqara surasida yana
İyi müminler, biz sizlarni rizqlandırgan halal narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Tangrining haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar degan oyatmi bor. Ko'rinib turibdiki, Tangri bu zaminda bandalarga lozimlik bo'lgan barliq imkoniyatlarni, barliq mahshatlarni hozirlab berganligi uchun shukr qilish kerak. Nurg'un bandalar nodonligi, tartibsizligi, noshukirligi sababli o'zining Tangri hamma mavjudotning eng kattasi qilib yaratgan odamiylik shon sharafiga, qadr qimmatiga haqorat keltiradi, buzuqchilik qiladi. Biz har bir nafas uchun Tangriga shukriga qarzdormiz. Biroq insofsiz kishilar shukrini unutib, aqlini, qobiliyatini buzuq ishlar bilan nobud qilyotadi. Noşükürlük, qanoatsizlik insonni gumrohlikqa, osiylikqa elib boradi. Odamni ozdirgan gunohi uchun Haq Taoloning jazosiga uchirgan iblis aytdi: Parvardigor, sen meni gumroh qilganliging uchun odam bolalarimga gumrohlikni chiroyli ko'rsatma. Tangri aytdiki, bu men saqlashga tegishli to'g'ri yo'ldir. Bandalarimni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana agashganlarga sening kuching yetadi. Shubhasizki, do'zax iblis va uning agashkuchilariga va'da qilingan joydir. Demak, Tangri odamni iblisning ozg'un yo'liga kirmaslikka ogohlantirgan. Nafsiga halok bo'lgan, to'g'ri xatoni, halol haromni farq etish iqtidori yo'q odamlar gumrohlardir va ozg'unlardir. Ular har qachon iblisning depiga usul o'ynash bilan osiylik yo'liga qadam qo'yib, oxirida o'zini halok qiladi. Qudratli panohgohimdan shuni o'tinamanki, nafs xohislariga bo'ysunmasizlar. Qumolarni o'z onalaridek ko'rgaylar va uning tinidan emas, onalik mehridan huzur surgaylar. Jallod! Sultan Do'stmuhammad xonning ovozi shohnishin ichida qayta vahima paydo qildi. Qudratli egam, saltanatimizning ul aqlsiz posiboniga insof, tavfiq ato qilgaysan. Uni imondan ayirib etmagaysan. Mevlana Kamoliddin ana shundoq duo qilganicha shohnishinga yugurib kirgan jallodning oldiga tushib mangdi. Hurmatli anglag'uchilar, oldingi kunki anglitishimda Mirza Muhammad Ko'raganning Tarihi Rashidi degan kitobidan Do'stmuhammad xonning o'gay onasining nikohi og'irlik haqidagi bayonlarni o'qib bergandim. Bugun Yosinjon Sodiq qalbidagi shu bayonlarga diqqatinglarni oldirishinglarni va bu bayonlarni ham shuningdek so'z iboralarni shu davrdagi tarixga bog'lab mulohaza qilishinglarni umid qilaman. Samonlarda bo'lsin. Shundoq qilib, Sultan Do'stmuhammad xon hafta ichida o'gay onasining nikohiga ilishga fatvo bermagan 7 o'limaning kallasini oldi. Endi o'rtada shariat ahkomlaridan fatvo so'rg'idek o'lima qolmagan edi. Amirlar bo'lsa, xon bu ishda o'zlarini hukm chiqarishga buyurdigandek andishiga tushib qolgan edi. Shariat ilmida kamolat yetgan o'limadan birini tepib kelsinlar, dedi Do'stmuhammad xon bir kuni atganlik qo'bildi. Xonning bu farmonini maxsus bir kimga qaratib demaganligini his qilgan amirlar birdanla tipirlab ketishdi. Demak, xon farmonni hammasiga tang tushirgan bo'lib, kimli bo'lmasin birari farmonni o'rinlashi shart edi. Bo'lmasa, adil xohlagan birining farmonini bajo keltirmabsan deb qallasini elishi mumkin edi. Qibligohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi arz shikoyat divonining amri Oyib Dodxa qo'l bog'lab. Dodxa degani arz dod etib kelguchilarni qabul qilib, ularning arz dodlarini podshohga yetkazadigan amir deb izohlatdi. Sultan Do'stmuhammad xon qopqini turib eg'iz ochdi. So'zlasinlar,
Yaqindan beri ostanımızda Mevlana Muhammed Attar ismli bir derviş siyah kişi paydo bo'lib qoldi. Elkün uni tangdoshsiz olim, parhezkor deb ta'riflashyotdi. Yosh vaqtlarida Hirot, Buxoro, Bag'dod qatorliq shaharlardagi ilm dargohlarida ilm tahsil qilganmish. Har qanday qiyin masalalarga javob bera olamish. Ko'migini bilmaydigini yo'q emish. Balkim oliylari fatvo kutayotgan bu nozik masalaga o'sha darvish javob berib qolsa ajab emas. Sultan Do'st Muhammad xonning ko'nglida umidning ojiz sho'lasi pilildi. Aslida u ulamalardan fatvo elish umididan voz kechib, orada amirlarni hukm chiqarishga qistash qaroriga kelgan edi. Oyib Dadg'oqning bu ma'lumoti uningga bir xush xabardan bishorat kelgandek tuyg'u berdi. Undaq post darhol boshlab kelsinlar. Panohgohimizga ma'lum bo'lg'ay, dedi Oyib Dadg'oq texim g'ayratga kelib. Ul Mevlana Muhammed Attarning qo'y mijozi to'limi g'alati kishimish. Taklif qilgan yeg osonlikcha bo'lmasmish. Uning ustiga ul darvish hazratning mong'an turgan joyini bilmakmi tas. Ko'pincha mozoy mashayixlarda yuramish. Farmon, dedi Sultan Do'st Muhammad xon Oyib Dadg'oqning gapining oxirini kutmaydi. 3 kun ichida ul darvishni dargohimga hozir qilsinlar. 3 kundan beri butkul Oqsuv shahrini qidiribmi darvish Mevlana Muhammed Attarni topolmagan Oyib Dadg'oqning burniga o'lim purashga boshlagan edi. U o'z og'zidan baloga qolgan edi. Navoda darvishni topolmay qolsa, Sultan Do'st Muhammad xonga kollasini topshirib bermay amali yo'q edi. Ishq savdosida texmi bak talvilashgan xon har qanday ishni qilishdan yonmaydi. Kun allaqachon peshin vaqtidan o'tgan edi. Quyoshga qarab xon belgilab bergan muhlatning to'shib qolay deb qolganligini sezgan Oyib Dadg'oq darvishni izlashdan yo'qdaydi. Balki mening rizqim shunchalik o'xshaydi. Xudodan qo'rqmay, shariat ahkomlarini ko'z qilmay, o'gay onasini xotin qilman deb turgan Talbuxonga fatvo chiqarib berish uchun, mulla o'lima izlagan gunoyim uchun menga har qanday jazo oz. Balkim bu ishimni Parvardigor qabul qilmagan bo'lsa kerak. Bo'lmas kunda necha qitim uchrab turadigan ul sayoq darvish 3 kundan beri uchirmay qoladimi? 300 navkar bilan Oqsuv shahrini xuddi o'tganimda tosh qilgandek izlab chiqdim. Yangi izlagan bo'lsam, allaqachon tepib olardim. Endi o'rdaga, xon oliylarining oldiga nima deb borarman? Darvishni topolmadim desamlar, xon oliylarining og'ziga jallod degan so'z shu hamon keladi. Qilicimiz sili rahim qilmaydi. Uningdan ko'ra uyimga ketib xotin bolalarimga vasiyat qoldirib olay. Tahorat qilib 2 rakat shukr namozi o'qib olay. Ondan beshimga kelganini ko'raman. Zinhor o'rdaga yaqin yo'limanglar, xonning xizmatida bo'lmanglar deb bolamdan bolamga vasiyat qoldirmaydigan bo'lsam, ham. Tangrim, ojiz bandlaringni o'z zolim Xunriz xonning zulmidan o'zing qutuldirg'aysan. Ko'tirgisiz g'am, tugumas hasrat pushaymon, azoblar bilan qasrga qaytib kelgan Oyib Dadg'oq darvozadan kiribla tashqari hovlisidagi peshayvonning soyasida o'tirgan darvish Mevlana Muhammed Attarni ko'rib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Shu hamon vujudini iskanjaga elib olgan o'lim vahimasi tarqab, qushdek yangilladi. Darvishning oldiga yugurib bordi. Assalomu alaykum, Mevlana hazratlari. Va alaykum assalom, dedi darvish salomni ilik olganicha o'rnidan turib. Dadg'oq begimning derikimni qilganini anglab, o'zim dargohlariga keldim. Oyib Dadg'oqning darvishni darhol o'rdaga ilib bag'isi bo'lsin, o'zini tutib oldi. Beshini tavazu bilan egib hurmat bildirdi. Xizmatkorlar Mevlana hazratimni tanimay peshayvon ostiga o'ltirg'izib qo'ygan o'xshaydi. Qani, saroyga iltifot qilsizlar. Rahmat, dedi darvish sirliq kulib. Shultaqning o'zida Dadg'oq begim meni saroyga emas, o'rdaga boshlashga bekrak oldirayotdi-ku deyman. Oyib Dadg'oq o'ngsizlangan holda qo'l bog'ladi. Darvishdan sir yushirolmaydiganligini his qildi. Hazratlardan yushirmayman. Rostinlik ko'nglimnikini topdilar. Texi boyli hayotimdan umid o'zgan edim. Men amdilikda meni o'limdan qutuldirib oldigan bo'ldilar. Menga emas, Allohga tasanno etsinlar. Sizlarni yaratgan qudrat egisi qutuldirib oldi.
Bu canaplarının dadxaqda adalet bilen oturganlıklarının hasiyeti. Bir qitimliq adalet, 60 yıllık ibadetki tengdir. Şunu unutmuşlar ki, sılı bu balağı öz ağızları bilen kaldılar. Her kim dünyada aman isen yaşay dese, sözünü oylanıp kısın. Zörüriyet bolsa sözlüsün, bulmasa cimliqni ixtiyar kılsın. Kişinin beşiği kelediğen her qandaq balayı afet tilden kelir. O'rinsiz sözleştin, kişiler söhbetiga xalığancha luqma selishtin, namuvafiq ishlag'i va'da qilishtin, g'aybat va bo'hton so'zlarni qilishtin, kishining obro'yi tushidi. Mana sizlarga o'xshash shariat ahkomlarini bilib turib, xushomat qilib qalaymaqon so'zlasa, beshig'i balo tepib oladi. Dervişning hamma ishlardan xabardor ekanligini bilgan Oyibdod xalq xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Kalamlarını esimde mahkam saqlayman hazırdım. Qayna başlasılar, orduga kirayli, dedi derviş dadxaqni aldatdi. Oyib dadxaq mengishga tamshil bo'lib, kallasidan vallada kechgan bir xiyolning turtkisida bir tilla to'xtab qoldi. Oldirmislar hazırdim. Xo'sh, dedi derviş Oyib dadxaqning ko'ziga savol nazari bilan qarab. Hazırtimni bir ishdan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Ordadagi ishlardan hazratimni nemishqa izdeganligimdan oz to'la xabardor o'xshaydilar. Men bilaman. Xon oliylari talab qilgan ol ishqa balkim silimi fatvo chiqarib bermasliklari mumkin. Xon oliylari faqat fatvo berishni talab qilyapti. Rad qilishga zinhor o'rin yo'q. Shu sababdan ordada 7 o'limaning kallasi kelindi. Sizlar bu ishqa fatvo chiqarib beralisizlar basla. Bo'lmasa bormayli qo'ysizlar. Kaminalarini 3 kundan beri to'xtamay izlab, amdilikda oldimni to'sganlarning boisi nemikin? Sabab to'limi oddiy, dedi Oyibdod xalq tamkinlik bilan. Xon oliylarining qilichi qonsirab turibdi. Fatvo bermisizlar, darhol kallalarni oladi. Shunisizni bilib turib o'limga ittarsan bo'lmaydi. Balkim xon oliylariga nasihat qilib, imonga, insofga, adolatga undashni ko'nglari tukkanlar. Shariat ahkomlaridan so'zlab qoyil qilishni niyat qilganlar. Lekin bular xon oliylariga hargiz qor qilmaydi. Uningdan ko'ra o'rdaga o'zimni boray. Beshim kelganini ko'rarman. Balkim bugungi o'lim navbati meningdir. Mavlona Muhammad Attar Oyib dadxaqqa qoyillik bilan nazar tashladi. Samimiyligiga ichida barakalla etdi. Karomat egisi bo'lmish qudratlik ham yegona Allohning mo'jizalariga ishonsinlar, dedi darvish oppoq soqolini silab turib. Ko'radigan kunimiz, yeydigan rizqimiz tugagan, Parvardigorimiz o'z dargohiga chillagan bo'lsa, o'rdiga bormasaqmi jon taslim qilaveramiz. Ajlimiz to'shmagan bo'lsa, Alloh egamning inoyati bilan hayot qilaveramiz. Banda mahshar kunini bilmaydi. Qani yo'l boshlasizlar. Ilojsiz qolgan Oyibdod xalq darvishni boshlab o'rdiga kirdi. Atgandan beri sharob ichgan Sulton Do'st Muhammadxon oltin dastasiga go'hardan ko'z qo'yilgan shamshirni tutqunicha hozirli birisining kollasini oldigan alpozda ko'zlarini chekchaytib o'tiradi. Assalomu alaykum. Xon oliylariga kamina darvish Mavlona Muhammad Attardan ehtirom bo'lg'ay. Sulton Do'st Muhammadxon darvishning salomini ilik olmadi. Darvishning beshidagi qulosiga, uchisidagi qo'pol tikilgan darvishlik jandasiga, beliga isvogan kashko'l qapoqlarga va putidagi qat-qat yamoq tushgan cho'riqiga yaratmagan holda qarab qo'ydi. Ey darvish, dedi u takabburlik bilan. Sendan bir ishqa fatvo so'ramoqchiman. Qo'liqim o'zlarida, dedi darvish qo'l bog'lab. O'gay onamni nikohimga elishni orzu qilaman. Ravomidir? Darvish o'ylanib turmaydi javob berdi. Sizlarga ravodir oliylari. Darvishning javobini anglab, shohnishindagi amirlarning hammasi
quliqiga ishonmayli qilishdi. Sultan Do'stmuhammadxonning chiroyiga xuddi oftobdek kulki parlab chiqqan edi. Darvishga bir patnos oltin in'om qilinglar. Darvish Mavlona Muhammad Attar in'om olgan bir patnos tillani dolisiga silib olgan xurjunning ikki peyiga tangshab to'kdi. Boshqa ishim bo'lmasa, men yanay oliylari. Shu topda haramga o'gay onasi Roziya xonimning quchqiga oldirab qolgan Sultan Do'stmuhammadxon qo'lini silkidi. İcazet, başqa əmirlərə icazət. Xan aliləri aman bolğayla. Əmirlər salam verib etib, şahnişindən çoğulup çıxışdı. Bu çağda Sultan Do'stmuhammadxon şahnişinin yon işki bilan chiqib, udul haramga qarab yo'l olgan edi. Yeg'ir bir g'amdan qutulgan əmirlər bo'lsa, Mavlona Muhammad Attarning orig'i elvilib, zonliq qilishmoqda edi. Darvish hazratim, ordudan chiqishga nimancha oldiraydilar. Xon olilar bilan o'gay onasining nikohini o'qib qo'ygan bo'lsalar, nikoh haqqiga yana bir patnos oltin oladilar emasmi? Darvish amirlarga qarab qirildab kuldi. Xon olilarga nikohning hojati yo'q. Nemishqa? Chunki nikoh musulmonga tushadi. Kuffarga nikoh o'qish ravo emas. Amirlar aloqsada bo'lishib atrofiga qarashdi. Darvishning tap tatmay xonni kuffar deb haqoratlashi ularni qattiq cho'chitib etgan edi. Mavlona hazratlari o'gay onasi o'gay o'g'liga ravo keladi deydigan fatvo qaysi kitobda bor? Dalilni keltirib bo'lsalar, bilib qolgan bo'lsa. Darvish qaqoqlab kulib etdi. Bundaq fatvo hech qanday kitobda yo'q. O'gay ona o'gay o'g'ilga haromdir. Amis ajab fatvo berdilar. Har birlariga ayon. Xon oliylari mush ishqa fatvo so'rab, 7 o'limaning kallasini oldi. Fatvo bermasa meni o'ldiradi. Alloh egam bergan jonni, yaratgan tanni qutqizmoq, muhofazat qilmoq, asirmoq albatta vojibdir. Oy qarab baqsam, xon oliylari sharob ichib mast bo'lgan ekan. Sharob ichgan odamda albatta iymon bo'lmaydi. Boyiman o'gay onaning o'gay o'g'ilga nikohi ravo ekanligiga fatvo berdi. Sizlarga ravodir dedim. Bundaq deyishimning sababi shuki, xon oliylari o'gay onasining nikohiga elishni niyat qilgan ekan. Mushu tufayli u allaqachon iymondan ojirdi degan so'z. Uning ustiga mendan fatvoni mas holatda so'radi. Bundaq ishlarni qilishga albatta shariat ahkomlarida yo'l yo'q. Musulmondarchilikqa xilof. Ammo nomusulmon uchun halol bilan haromning, ravo bilan naravoning farqi yo'qdir. Bundaq ishni hatto kuffarmi qilmaydi. Darvishning so'zlari amirlarni qoyil qilgan edi. Shuni ular qayt eg'iz ichishmadi. Xurjunimdagi xon oliylari in'om qilgan mono bir patnos oltinga ko'z qizartishmislar. Bu tulxatun yetim o'g'illarning haqqi. Darvishning bu so'zlari amirlarning quliqiga kirmadi. Ularning asyodi Sultan Do'stmuhammadxonda qolgan edi. Ular darvishning o'rinliq tushuntirishlariga qoyil bo'lishgan edi. Biroq xonning o'gay onasi bilan bir yostiqqa bosh qo'yishini faqat kallasidan o'tkazolmayotdi. Shu daqiqada ular shariatdan chiqqan bu gumroh xonni cholmi kesak toshbo'ron qilib o'ldirishni o'ylaydi. Lekin bu xiyolni hech kim og'izdan chiqarishga petinolmaydi. Darvishdan fatvo olgan Sultan Do'stmuhammadxon xushalliqini bosolmay yana sharob ichdi. Ondan mas holatda mahramlarini buyurib, o'gay onasini o'ziga majburiy nikoh qilg'izib haramga kirdi. Shu topda u o'zini to'lim qudratli, baxtli sanamoqda edi. Tuyuqsiz otning duparlagan tuyoq ovozi Sultan Do'stmuhammadxonni uyg'otib etdi. Qarg'udek bo'lsa, beshidan dadasi Sultan Isombog'xon tom qora otga minginicha g'azab bilan qarab turibdi. O'gay onasi bilan qiyp-yalang'och yotgan Sultan Do'stmuhammadxon o'lim vahimasida tiparladi. Yepingan yo'tqinini har qancha izlashtirib topolmadi. Ey badbaxt!
dedi Sultan İhsan Buğaxan onun g'azab bilan qo'lini shildi. Bizning musulmonlarchiligimiz 100 yildan beri, balkim uningdan ortiq vaqtdan beri kuchayib kelgan edi. Sen shariat ahkomlari xiloflik qilding. İslamdan yandın. Sen to'ng'izni o'z qo'lim bilan o'ltirmasam, Allohning oldida qora yuz bo'laman. Bu bayonlar Tarixiy Rashidi Shinjon xalq nashriyoti 2007-yili Uyg'urcha 1-nashri 203-betdan elindi deb izohatda. Sultan İhsan Buğaxan gapini tugitib, bo'yniga esib olgan yoni qo'liga oldida bir tal o'qni elib, o'g'lining yuragini nishonga oldi. Qattiq o'lim dahshatiga tushgan Sultan Do'stmuhammadxon dadasiga yelinib, gunohini tilmoqchi bo'ladi, lekin tili faqatli gapga kelmaydi. Sultan İhsan Buğaxan o'g'lining bechora turqiga parvo qilmay, kirishdan o'qni qo'yibdi. Vangada uchib kelgan o'q uning yuragiga qadaldi. O'lim quchqida jon talashayotgan Sultan Do'stmuhammadxon dadasining otdan sakrab tushib, qozon kuyisini yuziga surkayotganligini o'va his qildi. U jon achchiqida qattiq tiparladi. O'gay onasining quchqida farog'at uyqusida yotgan Sultan Do'stmuhammadxonni tushida qor bosgan edi. U bu yomon tushdan qattiq bir vaqirab uyg'onib ketdi. Xobgohning ichini 4 dal sham o'va yoritib turibdi. U qip-qizil qonga bo'yilib yotgan Roziya og'chini ko'rib, yana bir qitim cho'chidi. Necha vaqtdan beri hech nimadan xabarsiz yurgan Roziya xonim bugun kechda xonning chaqirtganligini anglab biroz hayron bo'ldi. O'gay o'g'lining o'zini nikohiga olmoqchi bo'lganligini bilib, ko'z oldi qorong'ulashdi. O'gay ona yolvordi, yelindi, qarshilik ko'rsatdi. Nikohga rozilik bermadi. Ammo g'arq mast bo'lib ketgan Sulton Do'stmuhammadxonning vujudini qutirayotgan shahvat tuyg'ulari allaqachon asirga ib bo'lgan edi. Bechora ayol qonga tang kelanmadi. U o'zini xohlagancha chaylab berib qolgan Sulton Do'stmuhammadxonning uxlab qolgan vaqtidan foydalanib, asta o'rnidan turib, o'zini bo'g'izlab olgan edi. Sulton Do'stmuhammadxon xaramushlik ilkida boyanqi yomon tushni yana bir qitim esladi. Tuyuqsiz put-qo'lida mag'dur qochgandek bo'lib, santirilib yiqildi. Orqadan o'tdek qizib ketdi. Ishikdagi mahramlarini to'g'lamoqchi bo'ldi, lekin ovozi bo'g'ilib faqatli chiqmadi. U tong otguncha ana shundoq yotdi. Saharda xonni g'usl qildirish uchun suv tayyorlagan mahramlar xobgohga kirib qattiq cho'chib ketishdi. Behush yotgan xonning og'ziga suv temitib yurib esiga keltirdi. Sulton Do'stmuhammadxon ana shundoq o't kabob bo'lib qizib, til zuvandan qelib yotganicha 6-kuni junub beti qazo qildi. U amdila 24 yoshga kirgan edi. Xon oliylari qazo qildi. Jakarchi bu musibatdan butkul jahonni xabarlantirmoqchi bo'lgandek, avval o'rdida, ondan shaharda bor ovoz bilan jar selishga boshladi. Toza zan qo'ygan kishi Jakarchining elga musibat e'lon qilib to'lg'an ovozdan qayg'u hasratdan ko'ra qandoqdu yo'shirib bo'lanmas bir xushallik portlab chiqayotganligini his qila oldi. Xon oliylari qazo qildi. Bu Jakar kishilarning qulqiga "Bolay ofat qazo qildi" degandek anglanadi. Xonning qazo qilganligini anglab, duoga qo'l ko'targan kishilarning ko'zlaridan bir xil xushallik jilva qilgandek qiladi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushayga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.